Akalar endi skuterlarga umuman prava so'ralmaydi, chunki sababini qaranglar mana 3-ko'rsatib turibdi, gaz bosamiz oxirigacha. Qaranglar mana 22 tezlik, baloylar sekin ko'ryapsizlar? 22 tezlik mana gaz oxirigacha bosib turibdi mana. Xo'p, endi qaranglar, buni qanday qilamiz? Hamma ustakalarga, odamlarga ham foydali bo'lsin deb qilyapman, akalar. Bu narsani men sizlarga tekinga o'rgatib qo'yaman, mana qaranglar. Mana bu narsa mana gaz ruchkaga ketgan kabel bo'ladi mana. Yashil qizil mana. Qizil bilan yashil. Bu skuterlar endi oldi tarafdan ham keladi baqa. Bag'dan ham qarab ketadi. Hozir biz bu yerda qoralarga aralashtirib ulab qo'yganmiz. Keyingisi o'qay potentometr olasizlar. Bu 15 ming so'm turadi. Maksimal hamma elektronika zapchasta bo'ladi bu narsa. Buni qaranglar mana u chap tarafdan, o'ng tarafidan boshlaymiz. O'ng tarafiga minus ulasizlar har doimga. Qaytida skuterlarni qaytida qora sim bo'lsa, o'shanga ana shu o'ng tarafidagi tilini ulab qo'yasizlar. O'rtadagisiga miyaga kirgan gaz ruchkani yashil simiga ulab qo'yasizlar buni o'rtadagi kontagini. Miyaga kirib ketish kerak bu. Mana bu chapidagisiga skuterlar endi gaz ruchkasidan kelgan yashil simni ulasizlar mana. Skuterlar endi gaz ruchkasidan kelgan yashil sim mana bu bo'ladi mana. Bu yashil bunday bo'lib turib, baqoti qora bo'lib qolgan bizda. Prosta shu ancha qoraga buni qizil kontagini ulab qo'yganmiz akalar. Ko'ryapsizlar-a? Sizlar bu yerda mana bu narsani bunday aqa-baqa burab turib, bunday gaz bossalar mana. Tezlik mana 73 ga chiqyapti. Agar mana uni full qilib bossalar, mana full qilib bossalar. Ketaveradi tezlik. Agar mana shuni sizlar bunday orqaga qaytarib turib, sal pasaytirdik 16. Mana shu yerdan sizlar mana buni o'ngga, chapga burab regirovka qilasizlarda, bu narsani plomba qilib qo'yasizlar. Umuman tegilmaydigan qilib, akalasizlar navoda to'sib qolsa, mana aka tezligi 25 dan oshmaydi. Xohlasangiz mana tezlik o'lchaydigan apparatni o'lchang alabatlarni. Mana yerda motorda vata bo'layotgan bo'lsa, kimlardir vata bo'layotgan bo'lsa, bitta kirasini sepib qo'yinglar, bo'ldi, muammo hal. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, O'zbekistonda hamma odamga jo'natib qo'yinglar.